Salam dostlar, yaxshimizlar? Ko'rayotganinglar Şinjan Misran Yemeklik Çeklik Şirketi tajdorligidagi Ailem programmasi. Men riyosatchi Tilrabo Abduz. Programmamizni Şinjan Tilrabo Madaniyat Taqtish Çeklik Şirketi Chumul Ballar yurishlik mahsulotlari, Şinjan idrak psixik taraqqiyot markazi, Şinjan Unum Madaniyat Taqtish Çeklik Şirketi birlashib ishlagan. Programmamiz yana Şinjan Al-Xumar Mablag' Silish Çeklik Şirketi va Şinjan Abida Bio Pantexnik Çeklik Şirketi alayida qo'llagan. Sevimli dostlar, programımız arqılıq biz her saha, her kasbdagi natija qozongan ota-onalar bilan birlikda ularning farzand tarbiyalash jarayonidagi qiziqarli hikoyalarga quloq solyapmiz. Shundaqla ham yana o'zimizning farzand tarbiyalash jarayonidagi yechilmagan savollarimizga javob topyapmiz. Bugungi programmamizga yana psixikalik yetaklash berish uchun Şinjan idrak psixik taraqqiyot markazidan Muborak muallimni alayda taklif qildik. Muallim qarshi olamiz. Rahmat. Undaqda bugungi programmamizni taklif qilgan sevimli oila a'zolarimiz zodi kimdir? Qani ko'rib baqaylik. Urumchi televiziya stansiyasining atoqli ovoz artisti, san'at parvonasi, ko'p qirliq san'atkor Arzugul Xandan ham izbosari o'g'li ikkinchi qaror Yipak yo'li sadosi Abdulla Abdurim guruhining 8 kuchlik mohirining biri, Gogo mamlakatlik oliy maktablar aro yorqin ovoz musobaqasida kumush nonqaga erishgan umid naqshchi Dilyar Qumar. Mana bugungi programmamizdagi sevimli oila a'zolarimizni musaklimiz taklif qilib oldik. Undaq bo'lsa, hammamiz birlikda bu kelishgan yigit va go'zal qizning salomlariga quloq solaylik. Ekran oldidagi barliq ko'rman do'stlar, hammanglarga Xandan oilasi, ya'ni men Arzugul Xandan, o'g'lim Dilyar Dilmuratdan hammanglarga salom. Qarshi olamiz. Nafas Dilyardan salomlarni olaylik o'zingizdan. Ekran oldidagi hamma aziz do'stlar, ham chiroyli qadrlarim, o'zimning omoq opam, hammamizdan sizlarga o'tliq salom. Ben Dilyar Dilmurat'tan Allah'a salam. Dilyar özü umak apam demişse ikraldaki köpünçü bula hadi inanıdı. Dep oyluşun mümkün ha. Şunakı arzuyla qana bulsa misal yuğan kişken oğlu bulsa. Fəxirləndik mən nəyət fəxirlənmə çünki bizningki mən doğulub çoğ bolğan uyumda hamda biz aç singillarçı. Akam yo'q, inim yo'q. Apam da yema şöyle oğlum yo'q dep qaqşaydıçı. Şuna biz şu kız farzandlarimdi bo'lsa, men bo'libmi, mening shu turmushlik bo'lgandan keyin bir o'g'lim bo'lsa deb o'ylaydim-da, degandek mushuliqni to'y qilib, shu balliq bo'lish bosqichiga kelgan vaqtimizda, shu qo'sg'imdagi vaqtidan tatiblam cho'qim men o'g'il tug'ma degan bir niyat bilan shuni ko'nglimga orzu qilgandim. Orzuyimdagidekla o'g'il farzandlik bo'lib qoldim. Shunga shundaq bir yinimda Maşta qarasam tağdek, hem inimdek, hem akamdek, mening bir yulanchigim teg'im bordek inimda, maşta bir o'g'limdi. Shunday faqirni qiykatdi meni da mana bu. Haydarbatdan jiddiylashib ketdim. Jiddiylashib ketma? Voy. Ay o'g'illar tabiiylar meniki cho'ng bo'lgan ekan bir xilliqi. Sadoshdek bunda. Bir hozirlar kayfiyat kirganlar. Dilyar o'tag'izib qo'yib maqtis qanday oldik. Voy bashi bo'lmaydi ekan. Arqandalar maqtanglar. Masalan, sen yo'q chaqda opam boshqalarga mushundan maqtig'inni birsidan olsang ishonamsan, ishonmamsan. Onun işinse, lekin aldığında durup maqtisa. O'zim bir xil. Xijil bo'lgan ekan. Hamma qiz Dilyarning hissiyotini olib baqaylar. Dilyar sizcha ham shundaq nayt yosh, chiroyli, ham kasbda nayt yetishgan, har qaysi jihatdan boshqalarning masligini keltiradigan shunday bir chiroyli opsi bo'lgan oldi. Yaxshi bo'ldi-da, u degan baxtli bo'ldi-da. Ham san'at hayotimdagi tunji ustozim bo'lsa hamda bu albatta baxtli ish bo'lsa bu. Yaxshi. Ay, ishqilib bilib menib qolsanglar, ba'zi savodoshlaringlar bilmay, "Sizning bir qiz bilan ketib turib ekansiz" deb qolgan ayollar bo'ladimi? Yo'q,
Demek bari gel. Hay bek yaxshi. Dilyarning mijozim bek ochiq yo'q ekan-da. Arzguldam o'zimi nega bas kulib o'tirdi biz bilan shundaq yaxshi chiroyli salom saatlashib turmiz. Dilyarning mijozi shundaq ochiq yo'q. Ko'ngilda o'ylaganlarini shundaq erkin yaxshi ifodalab kelyapti. Eng muhimi bay dedi, kasblik ustozim deb. Shunda bo'lg'achqa hamda Dilyar hozir qancha yoshga kirdi Arzgulda? Dilyar bu yil hamda 23 yoshga kirish oldi turibdi. Demak 23 yosh degan endi yoshlik bosqichiga qadam qo'ygan qiz yaxshi vaqtlari. O'sha vaqtning o'zida nurg'un bolalar texi uyg'unish bosqichida, lekin Dilyarning hozirlam biz nurg'unlagan natijasini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Bundan guvoh bo'ldik. Hozir Beijingda musiqa kasbida o'qiyotdi deyman-da. Musiqa kasbida o'qiyotdi, yaxshi kasbida. Undan boshqa Ipak yo'li sadasi qatnashgan vaqti shuna ismda Abdulla ustozning guruhiga tanlangan 8 kuchlik a'zoning birisi bo'lgan shu vaqtda. Undan keyin Beijingda bu bir faoliyatga qatnashdik Arzguldan bilan. Shu kuni naq sizning Beijingda shu bir musobaqa qatnashib yaxshi natija olgan kuningizga. To'g'ri. Sakkiz chiqishni oldida hayajonlanib, o'g'lim bugun musobaqada bunday natijaga erishibdi deb tapagan. Shu qaysi musobaqa? Kugo'ninki shu butun muzika shu dasho'larninki yinge sho'yan orqali shu Chuanguo Xiaojin Chaoliansa ikkinchi qarorligida. 准备好了吗？Şu qitimliq musobaqada hamda Chuanguo Yintao Liansay deydigan butun shu mamlakatdagi shu san'at institutlarininki alayligi bolalarni qatnashtirgan maktabga vakolatdan qatnashadigan 100 necha 200 dak hamda maktab. Shuning ichida bularninki maktabi, ya'ni 3 li o'quvchi qatnashgan. Shu 3 o'quvchi maktabiga shon sharaf akilib kumush medal, ya'ni shu vaqtdagi kumush medalga erishdi. Kaynıdalar yana şu mektebininki Xaoshingyin ötküzüp durducu bulan mektebi. Xaoshingyinda bir yilsi to'ngpay olgan. Men cho'qim tirishib buda oltinni cho'qim olaman deganda bu yil olibdi. Men ayt xo'sh bo'ldim. Hakikaten hem de bu ko'rinishda maktab ichidagi oliy maktablarninki bir musobaqasida ko'ringan bilan amaliyotda bularning butun dunyosi shuda hamda butun mamlakat bo'yicha 100dan ortiq 200dak oliy maktab o'quvchisi hammasi shu musiqa kasb qilayotgan bolalarning ichida bundan natijaga erishmak haqiqatan oson emas. Muborak bo'lsin. Endi bu yerda musiqa kasbini tanlashiga nima sabab bo'lib qolgandi? Endi bunga kelsak, men mandaq necha tarafdan deb qarayman. Endi biz bu bola tug'ilgandan tatib biz ana tarbiyasi bek muhim deymizgan. 2 qat bo'lgan vaqtdan boshlab men mushulqi
kitaplarni to'l ko'rdimda shuningda qimdoq muzika anglitib bersa shu tayyor shu qo'saqda homiylik qo'saqdan tatib yetildi deydi ekanchu masalan shu kayfiyatini yaxshi shunaqa xushchaqchaq bola bo'ladi deb shu zehniga foydali deb anglagan shu chog'da shunaqa bir narsani manga nadin badi bir sovg'atlik berib qoldi naq shu manga kerakli narsa shu vaqtidan tortib shu muzikani chingiyo'mda eshitganlar muzika shuni anglatdim undan keyin bu bola tug'ilgandan tortib bu bola shu yeshiga yetgandan boshlab bizning oilamda san'atkor oilamda bunday aytganda man naqsh kasbini qilsam o'g'limning dadasi usul o'qituvchisi bo'lg'achqa ikkilamiz shu san'at sohasiga o'zimizniki ko'rinarli tuhfalarimizni qo'shib kelayotgan oildimi bizniki bilib bilmay bizniki naqshlarimiz shu usul to'g'riliq naqsh to'g'riliq deyiladigan gaplar jiqaroq bo'linmag'achmikin demak shu qandi ba deydigan gapmi bu yerga kelganda mush bir yoshidan boshlablam bola ishqib muzika chiqsa turmaydi muzikalar har qandaq naqsh chiqsa o'zi qilib butun chiqib bo'lamizmi tang do'rab aytibda shundaq darajada kichkigidan tortib yetilgan desak bo'ladigan bu boladagi talantnichu man o'chaqlarda biz ikki san'atni qilgandan keyin bolani hamdi bo'lsa menimi boshqa uydagilarning manga tangan yana bir orzuyim doktor bo'lishdichu man lekin u doktor bo'lishdan o'zim qandin yo qo'rqqandan keyin doktor bo'lishdan shu san'atni bakarak naqsh etishni yoqtirib man naqshchi bo'lib qolganda drama kasbida o'qib bolani endi bu san'at kasbiga ishlamay turli bo'lsa shu boshqa yaxshi kasblarda o'qitayli bu bolani deb kichikdan tortib bu tarafga ancha bak ishtirmagan lekin shu oiladagi muhit ta'sir qilib qoldi ekan bolaga shuning bilan bu bola kundan kunga cho'ng bo'lyotidi tili kundan kunga chiqyotidi masalan shu mo'minjonning guldasta degan naqshlar chiqqanda bu kichik 1-20 yosh 2 yosh kirgan vaqtda tili chuchuk tillari chiqqan shu chog'larda guldastan degan ohang deganda shu shunday yaxshi ilib etibda shu ma'zi do'rab beray desam ajoyib qulqimdan hozirgacha ketmaydi guldastan aytidi andan keyin yana bir shiralining naqshlari bor hamma plastinkalarni qo'ysak shuningdagi eng jingdiyan naqshlarni tutib oldi bu bolam shu qarasam uning naqshini aytadida ayyayi desaylik sayyorni degan naqshini ayyayi deb aytadi voy bu qarasam ohang shunda to'liqda bek chiroyli qoladi ma bolamda mushtarab talanti bor ekan jumi bu bolda deydim lekin yana ishtirigimiz kamaydi shundoq tariqada menga bu bola masalan bizniki masalan opam g'uljidan bo'lgandan keyin g'uljiniki yumurlarini to'liq qo'yib qoldi ekanmiz uyda chaqchaqlarni bir mazgilga borganda opamni yonida turib cho'nglarni yoniga to'lib olib qo'ymiz bu chaqchaq cho'p ketdi qarasam bu bolam desizlar shu isamkamning yumurini deb turmadi deb chidg'an bo'ldi bu bola chiqib shu san'atga bir ishtiyoq bor bu boldimichi endi urg'ib turgan mushta tariqada mangandan keyin endi 9 yoshiga kelganda uyga bir gangchingni ilib biz pianinoni ilib bu bolani endi mushuliqi tarbiyalayli deyishdik keyin o'zigimi imtihon berganda yuqori bosqichga imtihon bergan seri oliy maktablarga shu bir kasbni o'rganib qo'ysam alaylik bo'ldi emasmi bo'pti mushkilni bo'lsam o'gitaylichu bo'pti bo'ldi san'at ishlamayli deb o'tirib olmayli deb nim qilsak bu bolam ishqib uni o'rgandi shu orliqda hamda 9 yosh kirishning oldida biz bu bolaninki bir qancha naqshlarini televizion ekrani orqali o'rindab qoldik orliqda Tala Yulduzning bizni chaqirib qoldi sizlar san'atkor oila bo'lgandan keyin bolanglar bilan bir oila kishilari bir qatnashib bersanglar balla bayramlik bir alayda san qildik deb Tala Yulduzi programmasidan bir chaqirib qoldi shuning bilan bu programmaga oila bo'yicha qatnashdik buning qatnashgan keyin bir tayyorlik qilaylik deb shu chog'da bir naqsh ishlatdik rishta degan naqshi bo'ldi u naqshini o'g'lim ikkimiz birga aytdik bu 7 yosh kirgan vaqti kichik ovozlar bilan aytdi bek tatliq chiqdi hamda u naqsh shunchalik yiqishliq dadasi shu orliqda usul o'ynab berdida endi shunchalik yaxshi bo'ldi hamda shu maydondagi kayfiyatni shunchalik ko'tarib berdik shu tariqada mangandan keyin shu qitim lo'nqinimi oldik masalan bolaniki tunji qitim olgan shon sharifi shu vaqt bo'ldi talay lo'nqisini shu qitim bizning oila oldi bolam egiz ko'tarib faxrlangan vaqtida man nayt qo'shib ketdim chunki bolamning o'zidimi shu ichida shu narsa bo'lg'achqa shu naqshini bir qitim kashti putdi buguni putibdi shu kashti berib unga oldik yasash yo'q qanday bo'lsa shu chog'da zukam ovoz bilan bordik bolasal mijozi yo'q vaqtida
Shundadimi shunda yaxshiligi nima deymiz, udar sezimi shunchalik yaxshi bu balning. Ashtaqalqi yaxshi bir unga ilinish bo'ldi. Atsi naq maydonda yana ko'pchilikka bir qitim o'rindab berdik. Shuning bilan shunday yaxshi bo'ldi-da, mush tariqada mengib lam angacha bu balimiz to'liqsizga chiqib qoldi. To'liqsizga chiqqandan keyin qarasak bir kun uyga bir gitar paydo bo'lib qopti. Men ishdan kelsam gitar turdi. Voy bu gitar paydo bo'lib qoldi deb, "Balam bu kimning?" desam, "Malliki bir do'stimning" dedi. Shungacha men balning gitar chalishni o'rganib olganini, gitar chalib naqsh aytadiganini bilmaydi ekanman. Ani bo'lganim bilan men yo'q yerda bu zot aytmaydi ekanda, men bor bo'lsam aytmaydi ekan, sirт aytib beribgan. Ashunday qilib, "Men do'stimning" dedi, "Men vaqtida aytishqa bo'lam" debdimi. Shuning bilan mo'shta men oplam bir kuni "Opa, men san'at o'qiy. San'at o'qisam bo'g'dak. Men pianino o'rgangan keyin Yeshuchaning Jungran bo'g'a, jilqa, muzika kasbiga o'tib ashad o'qisam" dedi. Bu dastlabki bu balninki orzusi shu bo'lgandan keyin turib o'ylab yiqib endi o'zi qiziqqanga bermasak, qiziqmagan narsaga zo'm tengib qo'ysak yaxshi bo'lmaydi-ku. Ming ilqi mayli biz bu yerda o'qitayli yoki ichki o'lkalarda o'qitayli yoki chet ellarga chiqarib o'qitayli, bola qiziqmagan kasbdan hech bir natija chiqqan emas. Ming o'qib bir yerlarga bordi desakmi, oxirgi bo'lganda shu kasbdan tashlab etib, yanala iliq o'zi qiziqqan tarafni ashaqqa qarab talmirib qolgan ishlar bo'lib qoldi. Shunga hay bo'ptilar, qanday qilamiz? Qiziqyapsa deganim bilan qanday qilsa o'qamsa desak, ha deydi. Shuning bilan opirib imtihon bersak o'tdi. O'tgandan keyin shu dastlabki bosqichda shu san'at institutining muzika kasbiga o'qib qoldi, Jungran bo'ninki. Shu paytlar mana shu o'qigancha o'rlab mana hozir o'zining orzusi bo'yicha Beijingda tarbiyalanyotdi, bitirish oldida turyotdi. Shuna bir jarayonlar ketgan. Endi mushu boladagi mushu talantni biz ota-ona bo'g'ichi bayqamasak, bayqab turibmi, yana ko'zimizni yumib olsak, bu o'zimizniki ingidiki, "Oy balamni chuqum men makasda o'qitaychi, zo'mizu mush bola chuqum mush bizniki sizgan sizga kirish kerak-ku" deb balaga andaq bir siziqsiz bersak, toz yaxshi bo'lmaydi ekan. Shunga men mush tarafni o'ylashib, dadasi bilan maslahatlashib, balaning rayiga baqayli. Bala o'zining deganini qilsin. Biz kichigidan amdeyliqi balani mayli bola bo'lsa-da biz bo'layli, ota-ona bo'g'ichi bo'layli. Balaga biz qilib deganini qilib keldik. Qilmaymiz deganni qilib bermaymiz. Qat'iy. Yo'q deymizmi, yo'q degan yerda turamiz. Balami shu. Balag'imi biz ilqi deganingni qil. Qilma degan ishni hargiz qilib qolma balam. Ashda deb tarbiya qildik. Shunga o'xshash bizmi ilqi rostchilik bilan ota-ona bo'lganga bu balaningmi shu orzusining amalga oshishiga biz ilqi qarab tursak bo'lmaydi. Ko'zimizni nimdab yumimiz deb turib qo'llag'ashqa bu mushu mening o'zimni mengib qoldi. Yaxshi bo'pti. Shu o'zimmi birinchi yig'iz gapida opam degan mening tunji ustozim degan so'zni tilga oldi. Boy diqqat qilganingizki, Arzugul xonim dedi, shu 1,5 yosh vaqtidan tatiblam, uning shu ahanglarni aytayotganligini men bilib oldim deb. Boy degan men nuqtai nazar bek to'g'ri beshiriki. Balaning talantiga biz ba'zi yo'l qo'yimiz, hurmat qilishimiz kerak. Endi hurmat qilish, yo'l qo'yish uchun oldi bilan atalar talantni bayqash kerak. Unda bo'lsa qanday bayqaymiz? Masalan, miyada ba'zi atalar balamga men hamroh bo'ldim, u bu deydi, lekin bayqayolmaydi. Bu bayqash ilqi cho'ng bir bola chiqib ayarayni to'lib o'tgandan keyin bayqash emas. Balki kichik bir ahangning tushganini bayqash, naydi nozik bayqash bo'ldi. Shunga miyadami sizning qanchalik bir inchik ekanligingiz uchun ko'zi tushmishda butun diqqatingizning balaga berganligini bilaldim men bu. Kichikkina 1,5 yosh vaqtida tilini to'g'ri chiqaramizmi tovushlarni, lekin udar ahanglari, melodiyalari joyiga tushdi deb bayqayapti. Mana meni bek ta'sirlantirdi. Undan keyin mening abayatim shunday qilib bir gap qistirg'im kelib ketdi. Shu chaqda birlar aytgan to'q bir naqshni deb. Hozir ashlash esinglar bormi? Hozir mish naqmaydan anglab baqsaq bo'ladimi? Bo'ldi. Yaxshi, baqsa. Yaxshi yugan harmay bilim Ulmaq oğlum pəxrim sən oğlum Yaxşı yugan harmay bilim Bilim bilen yorusun dilim
Çoqulağa üşməz ızlasam Dilim bilen yorsun dilim Çoqulağa üşməz ızlasam Cinim ana ey hem güzelim Ümidini aklaştır herzim Cinim anam ey hem güzelim Ümidini aklaştır herzim İlim bile gel kanatlansam Bizge baxit mengü yer bolsun Bilim bilen gel kanatlansam Horekleydu arzu armanım Olmak oğlum fəxrim sen oğlum Cinim bana ey hem güzelim Olmak oğlum fəxrim sen oğlum Cinim anam ey hem güzelim Yelin caydı arzu armanlar Bizge baxit mengü yer bolsun Yelin caydı dilda armanlar Bizge baxit mengü yer bolsun Yelin caydı dilda armanlar Bizge baxit mengü yer bolsun Bizge baxit mengü yer bolsun Yar bu Pek güzel. Dinleyen güzel. Pek heyecanlı, pek feyiz buldu ya. Bir şundan hoşalıp varan bir feyiz keyfiyatken bu. Oğlu gitar çıktıysa, atıstan, marşista. Kandak ki Arzugül'den aldırdan bir narsa sorğum keldi. Mesela mektepteki hoş haberini algan vaqtыңızdan pek heyecanlanğandınız. Hazır mı oğlunuz 15 yıl burun qanaqçıda bu? O vaqt oxşamaydı. Hazır ki billa oturup oğlunuz gitar çep durup, bazı akkordlarni ko'zingiz qarab turib, "Va" deb turib, aytgan vaqtki hissiyat qanday bo'ldi? O o'xshamaydi da. Shunchalik hayajonlandim. Endi nima deymiz, bir yaxshi naqshini anglaganda odamning vujudida bir titrak paydo bo'ladi-ku. Bayatin shuni o'rinlash jarayonidami, men o'g'lim bilan birga bundaq gitarni o'zi chelib, muzikasini o'zi naq maydon chapiryotdik, ikkimiz tam o'rlayapmiz. Uzun yil bo'lib ketdi, ikkimiz mana tomoshabinlarga birga turib nomer o'rlig'imizga uzun bo'lib ketibdi. 15 yilning oldidagi naqshni tekstlarini unutib qolib, tasli qoldi. Men ba'zi yerlarda o'g'lim haydakchilik qildi meni. Ha, yetakladi. Shundan moslashib, yana boshqacha bir yangilik bilan chiqdi bu naqsha. Dilim suyunib ketdi. Rost ketmasam. Boshqacha men o'zim yig'izimda faxrlanaman deyapman. Amaliyotda men bugun haqiqatan faxrlanib o'tdim desam bo'ladi. Nima degan feyiz hissiyat bu debchi, shunchalik suyunib ketdi-da. Dilga qanday hissiyatda bo'lgandi? Men endi muzika bo'lgan yaxshi ko'rishim, ishchini urg'ib turayotgan hissiyatni ham shu opamga bo'lgan muhabbatim shu. Jiddiylash bo'ldi, albatta jiddiylashdim. Chapaqmagan ekan gitar bilan biz tutgan kun kapma paxmadik. Asanaq shu qo'y, aytimiz qo'y, deb kaplamadi. Bo'lgan ekan opam sal eziqib bo'ldi, lekin men de aytmadim, bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Opam qo'shilsin bo'ldi. Tabiiy bo'ldi. Yaxshi ya. Bu ilki bolaning anaga bo'lgan muhabbatining yana bir xil ifodalanishi ekan. Bu ifodalashim bek güzel bo'ldi ekan. Mening muzikaga bo'lgan o'tdak qiziqishim, opamga bo'lgan yaxshi ko'rishim degan bek feyiz bir xulosa bo'ldi. Bu yerda bir gapni degim keladi. Men hamda mush programmaga bugun keldik. Kelishning oldida bu Zamira meni aloqalashdi-da, aloqalashib bir kaptasingiz o'g'lingiz bilan dedi.
turib o'ylab ketdim. Burun amdaylik talaylon qisqiga chiqqanda bu 7 yoshda, o'g'lim deb bilib chiqqan to'q. Bu daqiqadan bu cho'ng bo'lib qolgan bola, amdi oy bunda bir programga jura bilib berib kelamiz desam bu o'ynaydi ya unamaydi. Bu qanday qilamiz, bu qanday programmadi. Biz basak maslashamdiq, amdaylik tushadigan programmadi, emasmidi deb qayta bir aniqlama oldim. Telefon qilib so'rasam, naqa shu Dilyarlarningki yeshidagi bolalarni kelib qatnashib beradigan ota-onalari bilan birga taklif qiladigan programma. Kichiklarmi bor, biz cho'ngi yuqori darajada emas dedi. Degandikin bo'pti unda berib beray deb, shundan bu aniqlamani ip bo'lgandan keyin ikkinchi bosqichda bu o'g'limga ideya xizmat ishlash bo'ldi. Bolam samir ta'til uyda o'tgandan işte bir program bor ki, bola bilan birga chiqadigan ki, biz burun ham 7 yosh vaqtdan Talay yulduzga chiqibdik. Keyin ma Ipak yo'li qatnashib 2016-yili shu bosqichlarni beshini o'tkazayotganda Melodiyaninki radio stansiyasidan bir ziyorat qildik. Shu ziyoratmi pek yaxshi bo'lgan. Endi shu ikki navbatdan keyin biz chiqmag'ili xili uzun bo'pti. Endi bu bir yaxshi fursatga bolam bir o'ylashib baqsang, desam men nim deyman yak berib papa. Nim desam bo'ldi yak berib qanday bo'ladi dedi. Deganda oldidan dadilroq bo'layli bolam. Bo'pti. Berib endi bizni chiroyli qatnashib deb taklif qilgandan keyin berib amaliy ahvol qartashimiz maslasha olaymiz-ku desam, bu ma'qul bo'ldi. Endi bola ma'qul bo'lmagan ahvol ostida biz endi mayli kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, bolalarda bir o'zininki bir xohishi, o'zining bir tafakkuri, o'zining bir turmush qarashi bo'ladi. O'zining ma'qulligini olmay turib biz voy bo'ldi men cho'qimni olib borib men cho'qim bunday qilaman desak yaxshi bo'lmaydi-ku. Ma'qul dedim, lekin oldidan maslahat selish bo'ldi. Maslahat selish bosqichidan o'tgandan keyin dedim, andan keyin bugun moyaga naq maydonga kelaladik. Ondasi burun bo'lmish Dilyar kichik vaqtlardami, sizlardan so'rab ketdi. Masalan, mehmondorchiliklar bo'ldi, urug' tuqqanlar bo'ldi. Masalan, arayonlar bir tamoq yeyishlar bo'ldi. Shunda vaqtlarda mening bolam bek yaxshi yetib naqshni, bolam bir naqsh yetib deydigan ish bo'lamdi yoki bolam bir naqsh aytib beradi deb baqamni. Yeter, yeter. Yeter degandan keyin deydigan gap. Shu cho'nglarning mo'malarimizdan, onalarimizdan tug'ilgan kunlarini qilganda jiq ana ishlar yeter deb chiqadi. Men ham o'xshab Masalan, Dilyarning shu talanti bor. Apsoning ishindi. Bular uydan necha qitim mashqlantirib baqqan yoki birga qilib baqqan. U xil ahvolasida, masalan, mehmonlar kelgan chog'da bolam bunda bo'lsa aytib beradi desa, narda mardonlik bilan o'ttirg'i chiqadi. Bu to'g'ri. Unda biz qanday ahvolasida sal xatarlik bo'lib qoldi degan vaqtda bu bola o'zining talantiga o'zi to'liq ishonch qilib bo'lmadi. Balkim naq maydonda uningmi talanchi mendan ma ishni yaxshiroq qiladi deydigan qurdoshlari bor bo'ldi. U xil ahvolasida boladan bir so'rab o'tmay turib, balam aytib berishni xohlamsa, aytib bersang bo'pti. Bulamdı, men shuni arzu qilatdim deb yetaklasak to'g'ri, lekin tuyuqsizlamlik balning xabari yo'q. Voy mening balamni aytalaydi, men apalaringga, dadalaringga bir o'yin qo'yib beray degan chog'da, abalning qalbida bir sunish bo'lib qolish ehtimolligi bor-ku. Bu vaqtda endin diqqat qilmasak, ehtimolligi nihoyat tuvan bo'ldi, lekin mumkin bo'ldi. Nimening degan chog'da aslida yaxshi ko'rgan narsani ikkinchi qilmaydigan, jur'at qilmaydigan, hatto xohlamaydigan ash bearamchilik qilishni xohlamaydigan ahvol bo'lib qoldi. Shunga ota-onalar yetaklagan chog'da oldi bilan oqsabdiki ulanish, xabarlashish bek yaxshi bo'lish kerak-ku. Mushunga diqqat qiling. Shu gapingizda endi men yana bir gapni deb o'tishni muvaffaq ko'rdim. Balani ikkinchi qaror Ipak yo'li qatnashdi deyishdi qo'yatin. Shu chog'da mening xabarim yo'q. Bu muzika kasbida o'qiyotdi-da, endi o'zining kasbida tarbiyalanayotgandan keyin men bu naqsh tarafdan buningki musobaqaga qatnashaman deb kelishini qat'iy o'ylamabdi ekanman. Chunki mening oldimda o'tirib bir naqshni aytib bermaydigan bolda bu undaq kichik vaqtlarda aytgan bilan cho'ng bo'lgan sari andaqilqi ma talantini mendan biza yo'shirib olgan bu bolam. Shuning bilan bir kun qarasam, opa, men mushtaq shu Ipak yo'liningki ikkinchi qarorga tizimlatib qo'ydim deydi. Shuningla voy bolam nindaysa deb cho'chib ketdim. Voy bu qaysi naqshlarni aytmoqchi berib, men dedim-da, endi musobaqa deganning o'zguchlik birligi senga ta'sir qiladigan taraflari bo'ladi. Bu musobaqada yaxshi mangsa, birinchi qadamingda sen kelib borsa, tunji qitim cho'ngli bir musobaqa qatnashaman deb dadillik bilan o'zingni ma'lum qilsan, lekin buning qatnashib qatlam tanlanish bosqichi bo'ladi. Ya birinchi bosqichda shalinib ketishing mumkin, yoki ketib etib o'tirdi shalinishing mumkin, yoki hozirlik butun ishtiyoqing bilan ketib qolgan vaqtingda shundaqli bir
fikri bilan sen tushib ketishing mumkin u sahnadan. Ashta vaqtida qanday qilsa o chaqda mush qadimingda tunji qitimda cho'ng musobaqa tizimlatilib hamda bir o'zangi bir nima zarba bo'lib qolsa, ko'ngilsizlik bo'lib qolsa, o chaqda men bir ona bo'lib sifatim bilan yurkim og'riydi bolam o chaqda qanday qilamiz dedim. O'zdan so'rasam, yo'q opa, men o'zim qaror qilgandan keyin o'zim cho'qim shu qanchalik tirishadigan yer bo'lsa-mu, o'zim tirishchanlik qilib men mush musobaqaga qatnashaman. Mayli meni inshaalloh shu yerga chiqqanimning o'zi men uchun bir g'alaba opa. Tunji qadamimni ip baqay dedi. Degandan keyin turib, anikin ha bo'pti bolam. Amsa men hech qanday qishingni o'qimadim. O'zing qanday tayyorlig'ing bo'lsa, shunday tayyorlig'ingni qil, lekin sahna kiyimlaringning ishi bo'lsa, men tayyorlik qilib beray. Qolgan amdiligi naqshga tayyorlik qilish, o'zing naqsh tanlash ma tarafdan o'zing ega bo'l dedim. Shuning bilan o'ziniki bir dadilligi bilan bu musobaqaga qatnashdi. Shu chaqda men masalan sahnada o'tirgan ustozlarning hammasini men taniyman-da. Masalan sahnada 4 ustozniki, masalan Dilshod Raydinki ustoz san'atkor, u akamiz o'ltiryotdi. Abdulla akam bo'lsa meniki mushu bir kasbda o'qigan, meniki oldin qarordagi faxrlik akalarimning biri. Nurnisa bo'lsa biz qurdosh kelib qolamiz, do'stim desam bo'ldim. Asingilchaq Adila o'tirdi u yerda. Hammasini taniyman, lekin men hech kimni tanimayman bolam. O'zim qatnashlarda chiqarib qo'ydim bolani. Yeshim bilan karim bo'lmadi. Berib qatnashdi, shu birinchi qitim qatnashib 4 ma'lumni o'rdim deb kelganda men g'alg'al titrak ketdim. Bizning idorada o'tkazdi u musobaqani. Men ishlayapman, ovoz beryapman, bola qatnashyapti. Orliqlarda titrab ketyapman da bolam qanday ketib bordi. Naq maydon kiramadim. Kirgili fursat olmadi. Ishlayapman da men. U yerda bolam a maydonda men kirib ashada o'tirib olaychi, ko'raychi deydigan fursat yo'q. Shuning bilan qanday bo'lgandi deb bir ichimda bir jiddiylik bor. Voyay, qanday bo'lib ketib bordi bu bir qadam mush birindaq agilib tushsam ham bizniki Urumchi televiziya stansiyasining ichida ip berilyapti. Men shu yerda ovoz artisti ishlayapman. Voy bu bolam qanday bo'lib ketib bordi deyman-da, bir vaqt bo'lgan chaqda buni musobaqasi tugabdi. 4 ustoz o'rildi. Abdulla ustozni tanladim deb keldi. Shuning bilan qo'shib ketdim, hayajonlandim. Degandek, Abdulla akamni qo'lidan tutib xil tarbiyaladi. Dastlabki bosqichda shunda esil bir ustozning qo'lidan ham o'sha yandash o'tgan hamma barliq ustozlar yaxshi baholarini berib, bolaga bir rag'batlantirish bo'ldi. Shuning bilan xil yagichi mengib oldingi 8 Abdulla akamning kuyi o'chog'idagi bolalarning ichidagi eng kichigi bo'lib qoldi. Shu yilisi 18 yoshga kirgan. Lekin men udar sezim alaydi yaxshi bo'lg'ashqa naq maydonda o'rlash tarafdan 4 yil ustozni qoyil qilaligimdan men haqiqatan shu chaqda bir faxr his qildim hamda. Shuning bilan bu balniki mushu san'at hayoti shu bitdi, mengib ketdi. Bu yerdagi sahnadan keyin bu ulaplam oxirini hamda oxirlashtirish kerak, davomlashtirish kerak. Beijingda o'qig'isi keldi, o'ziniki mushu Shandayiyo deydi ekanmiz, zamonaviy uslubdagi naqshi aytish. Mush tarafdan bir tarbiyalangan botdi dedi. Shu o'zi qiziqqan kasbga opadik. imtihonlardan o'tib qolgandan keyin hozir shu yerda o'qib mana maktab bitirish oldida turyotidi. Maktabdagi mayli ma'lum ustozlar bo'lsin, bu bolaga bergan baholarim hozirgacha ish qilib meni har holda dilimni suyundirib keldi desam bo'ladi. Demak, bayqi aytgan naqshamni men mishada bayatni yaqi yuragimdan aytyapman desam bo'ladi. Haqiqatan faxrlanman, lekin buning bilan o'zida bir mag'rurlanish bo'lib qolsa bo'lmaydi. Chunki endi texima bosqichga keldimi, buning niyatiga texima yaxshi yo'llarni selib, texim egiz cho'qqilarga chiqishini Dilraba diqqat qildingizmi, Boyichu Arzugul xonim pek bir yaxshi tarbiyaning ismini dedi. Biz uni o'ng'ursizlik tarbiyasi deymiz. Endi bu qanday bo'ldi degan chog'da hozir balalar yeslidan tatib sahnaga chiqish ehtimolligi ega. Shu nemisibek yuqori ehtimolligi ham sharoitmi bor. Endi bu yerda Arzugul xonimning to'g'ri qilgan ishi nima degan chog'da men bu musobaqaga qatnashdim desa, unda bo'lsa qatnashganning o'zilam natija qozonganlikdan derak bermaydi. Balkim natija qozonishing mumkin. Balkim mundaq ahvol bo'lib qolib, sen yana munda o'ng'ursizlik uchrab qolsang, qanday qilasan degan bir savol bilan balaga ma'viligi yaxshi to'g'ri bo'lgan yetaklash qilyapti-da. Endi bu bolaning u yerda qanday bo'ldi degan chog'da unda bo'lsa, men butun tirishchanligimni ko'rsaman. Unda bo'lsa mening mag'lub bo'lib qolish ehtimolligim bor ekan. Men shuningga hozirdan boshlab ideyada tayyorlik qilaman deb oyada nihoyat yaxshi bir psixik jihatda yetaklash bo'lyapti. Ba'zi otalar
qisman atallar qanday bo'lib qolishi mumkin degan chog'da balag'im madad berdim deb amaliyot man bek to'g'ri madadchu madad berdim deb balam siz qatnashsangiz cho'qim natija qozona olasiz o'zingizga ishonsangizdan birinchi bo'lsiz birinchi bo'lolmay qolgan vaqtda uningkin bala oyada ha shunun qaraganda men opam dadam degandek haqiqatan u qaltis emas ekanman yo opam yolg'onga qildi yo menda masala bor yoki men bilan tushgan shu raqobatchilarni masala bor deb miyada bir kichkina o'chmanlik dili sunuq andin aldandimmi deydigan bir xil qiyoslar shakllanib qoldi shunlashqa mushu hikoyadan biz nimani suzib olamiz degan chog'da balag'a madad bergan chog'da o'ng'ussizlik tarbiyasini berishmichu yaxshi madad amaliyotda bak yaxshi bo'libdi Shundan bo'lganligi uchun 18 kiriblam o'ziniki shunday bir cho'ng sahnaga chiqadiganini o'zi mustaqil qaror qila olishdi. Agar u narsa kichigidan bo'lmagan bo'lsa, balki o'zi 18 kirganda u qarorni beramasligi mumkin. Hatto to'y qilib, turmush bo'lgandan keyin mustaqil qaror berolmaydigan nurg'un o'g'illarimiz borchu. Endi yana bir yeri nima desangiz, nim deb javob beribdi bu Dilyar desangiz, "Apa xotirjam bo'l, men o'sha o'zimning eng cho'ng tirishchanligini ko'rsataman, uningdagi natijani men qabul qilaman" debchu. Buningdan qanday yaxshi tarbiya bor degan chog'da biz ba'zida balni raqobat albatta bo'lish kerak. Raqobat albatta bo'lish kerak, lekin u dushmanlikka urinib qolsa bo'lmaydi. Palanchining oldiga o'tib ket yoki cho'qim birinchi bo'l yoki ikkinchi bo'l. Ma'qulda emas bu yer nima degan chog'da o'zingning eng cho'ng tirishchanligini ko'rsatib baq. O'zingning tunugungi holatini yansang bo'ldi. Shuning o'zi. Ma tarbiya bek go'zal. Bek yaxshi, bek suyundik. Shundaq tez paranglashdik. Bayatdan dedi qanday nurg'un tarbiyalar biz izchil programmamizda deb kelyapmiz. U bir kun, ikki kundan ham paydo bo'lib qolgan narsa emas. Kichigidan tortib shu ulni sog'ligi uchun oxirida shuningki natijasini, mevasini ko'rdigan gap deb. Ana lekin bayatdan Dilyarmi shunday yaxshi suhbat jarayonida ikki gap bilan bek yaxshi xulosaldi. Birinchisi, tunji ustozim opam degan gap. Ikkinchi gap men bek ta'sir qilgani Muşu musiqiga bo'lgan o'tdek mehr muhabbatim, opamga bo'lgan muhabbatim shu dedi-ku. Shunga mening bir savol so'rag'im kelyapti. Dilyar hozirgacha bizning programmamiz kelgan bolachilar cho'ng emasmi? Yosh bo'lgandan keyin Dilyarningki kelgusidagi jo'rsini, qiz do'stini yoki kelgusidagi jo'rsini tanlash o'lchami hamda shu opamdek bir qizni tanlasam deb o'ylamsiz yoki naqsh etmaydigan. Jo'ri tanlash o'lchimingizda opamni silishtirib qolasiz. Albatta shunday oldi chunki men to'lisi opam bilan birga nurg'un japirimni ish qilib dadam opam ikkisi tang tatdi, lekin endi dadam to'lisi xizmat ya bo'lmasa shu o'quvchilarga maktabda ma'rifda muallim bo'lgandan keyin shu yerda shu o'quvchilarga ustoz bo'lib bek uyga bek chiqdim qilib bo'lmaydi chunki bu har qanday bir o'g'avalga nisbatan keyin cho'ng bo'lganda bu shunday bir narsaga uychan opam shu ayni yillarda aytib olgan necha shu nurg'un ijodiy naqshlar opamning ijodiy naqshlari jiqkan men hozir his qildim o'sha yaqinda jiq fanchon naqshlarni aytmaydi ekan lekin ash naqshlar o'zining ijodiy yurikidan chiqqan naqshlar jiq bo'lg'achqa hozirgacha o'lab qolmabdi cho'nglarga qo'yib yeymagani yegizib kiygizib degan shuningga shu albatta shu opamdek adam dunyoda bor bo'lsa endi dunyoda bor bo'lsa nima deyman men yana o'g'limning yana bir tarafini deb o'tishini muvaffaq ko'rdim chunki nurg'un yosh ota onalar bor biz bolalarni yaxshi ko'ramiz yuragimizda yaxshi ko'rib amaliyatimizda ba'zi chaqlarda pek yaxshi ko'rganimizni bak ifodalayaptim deb bola kichkina bir ish bo'lib voy bolam deb ketsak bolani bizga tayindigan yiqilib ketsa ishni qo'polmaydigan qilib qo'ydi ekanmizchu men buni kichigidan tortib yiqilib ketsa ishni berib o'ylab qilib ketmaydim bir kun uyda tomoq etib olsam bu bak ishtik yuguraydichu uyning ichida jim turolmaydi kichik vaqtida maldimi shu o'ynaydida bekatma yugurib o'ynagan keyin bolangizning putida chaqpami arzigil deydichu qo'shnilarmi bir kun men qozon beshida tomoq etyapman bu uy kichik vaqti u 70 ming frank uyimiz bor vaqti hozir yugurib uydan bak turmadi u kun guldir bo'lib ketdida bir vaqt qarsam tang bir yerga tegdi qilgan bir ichinish havosi chiqyotdi lekin qozon beshida bir narsani sog'indim sekund turib qoldim ilqiyada nari tekkandi deyaptimanda qandoqdi dedim turib qoldim qiyt qoldim lekin yugurib chiqay desam chiqib bolam nima bo'lding desam
pang deyilib yig'ilib etidi o'zini. Ashuncha darajada anglandiylik ovozchu. İçinişlikli tegdi. Yürküm içip gitparda sevilen tan qo'rib gitparmaylik yürkümçü qo'rilib atıdı. Bir vaqtda aha degan pet bir vaqtda chiqdi qarasam mushtaq yer ko'kirib qopdi. Nega urib olding balam? Anandan keyin xeylidan keyin unutgandan keyin so'radim. Anga sevimi pishib qoldi. Desam, "Agilgan yerga urib oldim" dedi. Shuni ola qarasam o'shda ko'kirib chiqdi. Degandek Muşundaq ballardaki chidamni aşı kichigidan yetildirsak yaxshi. Men aşı kichigidan men mushu balga kelganda, endi gerçi bizning men to'lib cho'ng bo'lgan oilada akam ya inim bo'lmagani bilan o'g'il bolalarning qapligini men bilmayman. Lekin o'g'il bolani cho'ng qilmoqni taskanchu. Mushundaq bir turgunlik bilan cho'ng bo'lsa, ma balda bir dadillik bo'ldi ekanchu. Gerçi men ko'p ballarda men yenidi bo'g'dim bilan am dadisi ashnaqa xizmatni aldirashqu. Ko'p ballarda o'ynaydigan o'yinlarning masalan ügütishga tegishlik yo'q deysiz, men suv uzish deysiz. Tağlarga chiqib o'ynash deysiz. Hammasida men aktivda to'lisi ma bu balning dadisi ma'rif sepida bo'lgandan hili shu ballarga barliq yurak qiynani shu ma'rifniki o'qitishga bekara qartib atgan komandirovkalari borda chiqib ketib qoldi. To'lisi balaman qolgandan keyin shu balaninki qaysi ishida qaysi o'yin, qaysi narsani egallashi muvofiq kelsa, men ishqi vaqtimni sarf qilib balani shu yerlarga aparadim. Mayli taqqa aparamdim yoki baqqa aparamdim. Ish qilib o'ynaydigan o'yinlarning hammasida esil yerlarning hammasida men baba balamchi. Shuningga ko'nglidagi eng ehtiyojli narsaning ismini menga deyalay bu balam. Har qanday ahvol ostida, "Opa, men bunday narsaga ehtiyojliqdim." Hozirgacha shu. Opa, men falan narsani bu yilmi qaytib keldi. Birinchi arzusi o'zining shunday chiroyli ijodiyatlari bo'libdi balamning. Faxrlanib ketdim uyda o'tirib. Faxrlandim davasam, xudilqi balamni men bek bir cho'ng ko'rib ketgandek bo'lib qoldim hozir sizlarga tuyg'u berib qo'ygandim. Lekin bir ona bo'lish sifatimiz bilan hamda o'qitdik balani, bala bir yerda o'qib, xeyli bir yerga beryotdi. Shuning natijasini bir ko'rishmichu bir naytliq dilni suyundirdigan ishga. Bu da ta'tilda qaytib kelgandan keyin uyda o'tirib o'zining ijodiyatini aytib berdi. "Opa" dedi, birini aytdi, yana birini aytdi. Qarsam, xeyli chiroyli bu naqshlar. "Voy balam, yaxshi ijod qilibsa" deb qilayotgan ishlarimning hammani tashlatib bu ish boshlasa, shunda muhim ish qilayotgan bo'lsam-mu, tashlab etib butun zehnim bilan o'tirib anglayman. Gapinimi shu. Shunda men qilib etib bir buning gapiga parvo qilmay qo'ysam, bu bola jilib qoldi-chu, men bilmay bolamninki psixikasini. Shuningga chuqum hammani qatlab qo'yib turib, buning gapini butun cho'ng bir adam menga dars o'tayotgandek anglayman. "Ha, bolam, ha." Voy deb butun mehrim bilan anglab, buningdan suyungan yerimda suyunganimni isbotlab qolgan keyin bola o'zining natijasini menga bildirib xo'shib qoldi ekan. Bu da shunda bir arzu armonlar bilan kelibdi. "Opa, mushu naqshlarimni bir endi ro'yobga chiqardim. Ham buni bir chaldirish, pul xashlash bosqichlari ekan. Bo'ldi bolam, men tayyor dedim. Men tayyor bo'lam. Sening bunchalik qobiliyatingga biz tayyor. Endi buning nersiga, endi bu san'at kasbi degan pul yeydigan kasb. Haqiqatan biz hozir qilib birli, keyin topgan vaqtingda shu chaqda bizni unutib qolma bolam deb qo'yma. Shuning bilan bu da mushu arzusini amalga oshirish bosqichida turyapmiz. Endi qatlam mangandan keyin o'rgandi, endi bir berdigan yer kelib qopti bolamni. O'zining ichidan chiqqan narsalari bor ekan. Men 19 yoshimda ijod qilgan bo'lsam, naqshamni balamningmi ijod qilgan naqshlari paydo bo'libdi endi. 19 yoshingiz qaysi naqshni? Men 19 yosh vaqtimda vafosiz ya. Yil degan naqshlarni ijod qilgan. Ashi deyim chiqqan emas o'sha yillari. Shu naqshlar bilan xalq meni tonigan. Uningdan keyin sayyora, tushvariyalik, ketma degan naqshlar bir qator chiqdi. Eng oldida tonig'ini shu qapliq unalg'i lentamdan tonigan meni. 19 yosh vaqtim, ya'ni san'at yangi biz keldik 91-92 yil chiqqan qapliq unalg'i lentam. Mana balamni shu bosqichga kelib qopti. Endi biz qo'limisak bo'lmaydi-da. Mablag' selishimiz kerak ekan. Uningga yana deb qarab o'tsasak, balaning yangi ijodiyatlari ko'rmanlar bilan yuz ko'rishmasa o'ziniki birliqi bu imtihonni berdigan vaqt kelib qopti. Imtihonni bir xalqqa bir berib baqsin, anglagandan keyin voy deb bir yaxshi bag'ga erishsa, balamning o'qigandan birliqi o'rgangan narsalardan hodiga chiqib qolgandek degan bosqichga kelib qoldik. Yaxshi ya. Bugun shunchalik ko'ngilli suhbat bo'ldi ya. Programmamiz davomlashib hozir qadar texi bir yosh ana kelishgan bir o'g'il bilan bu o'g'ilni tarbiyalash jarayonidagi hikoyalar bilan biz o'rtoqlashmagan edik. Bugungi suhbatdan shunchalik suyundik, eng muhimi Arzugul'damga rahmat aytdiniz, Dilyarga rahmat aytdiniz.
Muborak molimniki ta'sirotlarni anglag'im bor. Mening ta'sirotlarim bekchiq. Men yig'inchaqlabday. Bugun bu suyimlik ayoldan mening his qilganim nima desa, dastlabkisi shu onadagi astoydillik. Talantini bayqashqa u bir kun, 2 kunda yoki bir tasadduqlikda bayqashning ehtimolligi nihoyatda ozchu. Buni bayqash uchun har vaqt mening diqqatim balamda bo'lishi kerak degan narsani Arzugul xonim bizga aytib berdi. Yana birsi nima degan chog'da balamningki mushundoq natija qozonadigan orzulari bor ekan, albatta natijaga hammamiz talpinimiz, lekin natija qozonish yo'lida ozganlarga tushish ehtimolligi bo'ldi. Unda bo'lsa, men bu tarbiyani qanday qilib baraman deb balaning o'ng'ussizlik yuzlanish tarbiyasini qanday qilib bergan hikoyalari meni ta'sirlantirdi. Bir eng oxirida meni ta'sirlantirgan kuchli nuqta nima degan chog'da balamning shunday orzu armonlari bor ekan. Unda bo'lsa, uning ro'yobga chiqish uchun biz men deganda bunun keyinda qandaq bir narsani his qildim degan chog'da ota-ona chuqum davomli o'rganishdan to'xtab qolmaslik kerak, tirishdan to'xtab qolmaslik kerak. Shu go'zal orzuni ro'yob chiqarish uchun bir kuchli ota-ona bo'lish kerak degan narsani bizga pek yaxshi aytib berdi. Pul rahmat sizlarga. Shunchalik suyundik. Eng muhimi Dilyarning ijodiyatlariga texmo zo'r barakatlarni utuqlan tilaymiz. Yangi chiqmoqchi bo'lgan ijodiyatlarning albatta xalqimizning yaxshi ko'rishiga erishadiganligi ishonamiz. Bugun vaqtimizda sizlarga azroq ko'ngil so'g'imizda u bo'lsin-ku. Qizlari unda qilsanglar bo'ladi. Undan keyin bizning chumulning butunlay jo'yichi to'g'riliq cho'pchilanmasi Arzugulda siz buni qaytib putingizni chilsangiz bo'ldi-ku. Alloh qilishlangan. Undan keyin bolalarningki shu Taylanddan import qilgan kauchuk yelimi ishlatgan. Alloh imlisiga yostig'i. Undan keyin Arzuguldaga yana azroq ko'ngil so'g'imizda bo'lsin-ku. Al-Xumarningki chash ozuqlash go'hri. ishlangan. Lekin muhim so'g'imiz berib qoldi. Yana bir muhim so'g'imizdan birisi. Bu Muborak Malim bizga ta'minlagan Xinjiang idrak psixik taraqqiyot markazining birisi chaqmoq tezligida o'rganish usuli o'rgatadigandan keyin haqsiz kartasi, yana birisi oilaviy ma'u. Men cho'qim berib o'ynanglarjimi oilaviy qumtaqda o'ynay. Bunda balnama ishki dunyosidagini, sizning ishki dunyoyingizdagini Muborak Malimlar psixiklik jihatdan yetaklash qilib pek yaxshi o'yin. Ondan keyin idrak ishlab chiqargan, yangi bozor saqan besim yangilatish amrayi. Rahmat. Sizlarga azroq ko'ngil so'g'imiz qabul qilamiz. Ondan keyin oxirdan so'g'atlan olgan ekan sizlarga diraqtan Şundan ivalda emasman. Shuna Dilyarningki mumkin bo'lsa bir yiqimliq kuylarni anglasak bo'ladimi? Ma'qul. Men shu opamning ana shu yosh vaqtlarida hammalarningki nurg'un onlarimiz, mening cho'nglarim yaxshi ko'rib, hatto hozirgacha moda bo'lib kelayotgan yiqimliq kuyi Sayyora degan naqshini. Rahmat. Ekrandagi do'stlar, herkes ekranni yetkazatmanglar. Bugungi programmamizdan biz shundaq güzel bir mehr muhabbatni his qildik. Nurg'unlagan o'zimiz javobsiz qolgan savollarimizga javob topdik. Endi programmamizning eng oxirida sevimli inimiz Dilyarning yiqimliq kuylariga jo'r bo'lamiz. Seherde bulak boyda yarim yelpinadu saçların sumbul. Tan seherde bulak boyda yarim yelpinadu saçların sumbul. Senin için canım fida nigarım benim. Senin için canım fida nigarım benim. Sen her çağ benim oyumda. Senin için canım fida nigarım benim. Senin için
canım pida nigar menim sen her çağ benim oyumda Kelginatçinin seyyare 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 aşk men sana seyyare dar dar bow dar dar da 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 Tan seherde bola boyda yarım yaknadı saçların sundu Tan seherde bola boyda yarım yaknadı saçların sundu senin için canım fida nigar menim senin için canım fida nigar menim sen her çağ benim oyumda Kelginatçinin seyyare 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 aşk men sana seyyare 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 aşk men sana kelgine cinim say yo hazır Analar izleyen sifat, balalar teşna xuşallık, işenç, muhabbet, çümül ailesi de. Ana muhabbeti en saptı. Çümüle balalar yürüyüş asraç soğatlık yürüyüşlüğü. Çümüle. Hazırkı zamanda kim çiçeği ilim çapıdı? Jigdi yilimi çaşni oziqlandirib, jalliq qiladi. Ilim çapdım da teşik çıkmamdı. Biz kichik vaqtimizda chepib chiqib ketaverdik. Ansirmang, mana bugun jigdi yilmi va quyruq may zamonga moslashdi. Jigdi yilmi va quyruq maydan ishlangan al-xumar chash oziqlash gavhari chechingizni oziqlantirib, chashni jalliq paqraq qiladi. Yerilgan chashni asliga keltirib, tabiiylikni qo'g'daydi. Jigdi yilmi va quyruq may bilan chashlaringiz qaytadan jallansin. Al-xumar jigdi yilmi, quyruq may chash oziqlash gavhari